yo'lovchilar, chegaradan ham o'tib oldik, xudo xohlasa. Darvozamiz ham yo'lga tushdi. Assalomu alaykum barchaga, bizni kuzatib boruvchi va yangi ko'rayotgan tomoshabinlar. Mana bugun yangi darvozamiz Tojikiston Respublikasi Xo'jand shahriga o'rnatdik. Ushbu darvozamizning razmeri bo'yi 3, eni 3.95. Oldilari 1.8 listdan bo'lgan, orqalari 1.3 listdan, orasiga steklovatda solib, yonlari 10 lik shivellerda qilingan. O'rtalariga nerjaventga qo'yib, ruchkalari bilan fason qilib chiqarilgan. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Darvozamizni nerjaventlarini qo'ydik, talabga binoan diod lampalarni ham qo'ydik. Yashil rangda zamoylari ham Stimul Turkiyaniki yangi fasonda. Buni ham Abrorjon aka klientimiz o'zlari tanladilar. Orqalarini ko'rsatamiz. Mana center zamoylar bilan qilib darvozalar ochilib yopilishlari tekis. Bu buyurtmaga asosan bo'lib, Abrorjon akamizga qo'ydik. Abrorjon aka, bizni qanday topib, qanday zakaz berganingiz? Men YouTube orqali topgan. Telefon qilib gaplashib, granitsagacha keldilar. Men oldim bularni olib kelib, mana razmerni olib ketdilar. 30-35 kunga yasab olib kelib, mana o'rnatib ketyaptilar. Darvozamiz ma'qul keldimi aka? Ha, ma'qul, vishi. Rahmat. Darvozamizni narxlariga nima deysiz? Narx ma'qul keldi. Qo'shni davlatlarga o'zimizga yetkazib beramiz, o'rnatib beramiz. Bu yerda tez shamol bo'lib turar ekan. O'shaning uchun ham tepasini ochiq skvazniy qildilar. Shamol aqabaqa o'tib, oshiqcha kuch tushmasligi uchun.